Assalomu alaykum vatandoshlar. Men shu yerga ari terapiyasiga keldim. Mana bugun Xudo xolasa lichinlar tugadi. Foydalari juda ko'p. Men bu yerga nerv shamollashi bo'yicha kelgandim. Bundan oldin men bordim, vrachlarga ko'rindim, lekin ularda foydasi bo'lmadi. Shu Telegram kanalida ko'rib shu yerga keldim. Mana Allohga shukr, bugun 7-kun oxirgi muolajani oldim. Umuman og'riqlar yo'q. Hamma yo'q yaxshi. Kelinglar, ko'ringlar, gaplashinglar, va shu yerda davolanib ketinglar. Bu yerda sof o'zimizda asal ichib shundan davolanar ekan odamlar. Men ancha foyda topdim. Sharoitlari zo'r. Men ayniqsa va shu yerda Dilmurodjon, keyin bu yerda po'r opalarimiz bor, singillarimiz bor, juda chiroyli xizmat qilishdi. Даже o'rnimizdan turizmasa ovqatlarimizni olib keladi. 3 mahal ovqat, shirin, joylari yaxshi. Sharoitlari zo'r. Agar sizlarda ham shunaqa muammolar bo'lsa, bemalol shu yerga kelib, ko'rib, ashida dam olib ketinglar. Hammanglarga rahmat.